erkak kishi degan tapir tipir turadi, kiyinadi, yuzini yuvadi, tap ovqatini yeydi, ketishi bilan jungli hayot. Ko'cha hayot, ko'cha sistema, yo kimdir aldaydi, yo kimdandir aldanadi, kimdir uradi, kimdir kalta yeydi, kecha bir ishkalni boshlaydi, kimdir itarib qo'yadi, uchastka ustida yozib olgan, ishkal qilgan, mashina turtib olgan, remenga yozib olgan, jalab o'qigan, bo'qigan hech kimga keladi. Holatda kelib bir soat o'zi keladigan, o'tirib, "Bu nimalar bo'ldi bugun? Men nima dedim? Bu nima dedi? Oneyni dedimi? Pitlaras o'zgarib qopdimi? Tahlil qilasiz. Kechasi bilan miyada majlis bo'ladi jalab. Ani to'g'ri so'rashdimi? Mana mitdan xat keldi jalab. Ani qarz so'rovdi. Oldin ham bergandim, bu safar bermayman. Miyada majlis, zaybal, uyqugacha bir alohida bir tema o'zi. Uyqugacha bir xotining bo'lsa, u xotinni ko'ngliga yo'l topishing kerak. Hali u ham bir buket qilib tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Dadasi u yo'q, bu yo'q, meni tarmayapsiz, o'ynashingiz bor, men Sochqatdan kelgan, men Duxiy kemaga chotingizdan nima haqida kelyapti? O'zgarib qolgansiz, lanch turyapti, turmayapti. Oldin bunaqa qilardingiz, oldin 40 minut qilardingiz, nima bo'lib? Ey, xotin charchaganman. Iqtisodni qara, ulgurib bo'lmayapti. Svetga to'lasam gaz limit tugadi. Gazni svetga yo'qadi. Uni qilsam shtraf kredit, uni qilsam bu, buni qilsam bu. Umuman bu turayotganiga ham rahmat ayt. Xotin, yo'q, siz bittasi topgan. Yo'q jalab. Psix emotsional holatini so'ramaydi. Dadasi, hozirgi iqtisod rivojlangan zamonda, konkurensiya dahshat zamonda siz bizning rizqimizni, oilamizni, farzandlarimiz rizqini ko'chadan yurib kelyapsiz. Siz bizning sherimisiz? Siz bizning levimisiz? Shu jungli, bu hayot, odamlar orasidagi junglida siz kuchli mavjudotsiz. Shulardan bizga rizq nom olib kelyapti, yogurt olib kelyapti, pampers, amlat olib kelyapti. Demaydi, eng kimdir topgan jonda deydi. Ha bu jalab, bu erkakning o'zi hayotda riski bo'lgan. O'zi biznes shu. Yetti kerak riski bo'lgan hayot. Uyga borsa xotin ham bir xotka ko'raveradi. Mana shu bilan sekin kino ham ko'radi. Kino nima haqidagini oxirida aytib ham bera olmaydi jalab. Miyasida mingta tashvish borda buni. Nima bo'ldi deydi oxirida, nimaga o'ldirdi buni deydi. Xotin miyasi xadon. Shunaqa biz xayolingiz bitta emas deydi. Xayol orasiga kiryapti uni. Likopini to'lasinmi, bolaning bog'chasini to'lasinmi, boshqa qismini jalab. Choyxonaga ham bora olmaydi. Hech kimdan bormaydi. Dachaga ham bora, o'rtoqlarga qo'shilib ham yura olmaydi.